Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun. Bugun 28-iyun 6-oy 2025-yil soat 17 dan 19:04 Astana shahri bo'yicha. Mana Astana shahrining bir chetini o'zi qanchalik go'zal. Baland-baland binolardan iborat. Mana bu joyda Xanchatir degan joy bor mana. Juda ham zo'r joy. Kelib ko'rsalaringiz havas qilasizlar, zo'r. Men ushbu videoni nima uchun Astana shahridan olib boryapman? Fuqaro bo'lib, mana Astana shahri Qozog'iston Respublikasining poytaxtidir. Bizda O'zbekiston Respublikasida Toshkent O'zbekiston Respublikasining poytaxtidir. Mana asfalt qarang, qanchalik qirib tashlaganini. Asfalt bizni Toshkent shahridagidek yamalarga to'la emas, tekis edi. Qanaqadir xatolik bo'lgan shekilli tuppa-tuzuk ko'chani buzib, mana hozir remont qilishyapti. O'sha tomonda remont qilishyapti. Mana hozir qirib ketishdi. Qanchalik qirganligini qarangizlar-da. Salkam bir qarch qirgan. Hozir nargi tomonni ko'rsataman. U yog'ini kecha bajarib bo'lishdi. Bizda yama bo'lib yotgan, yaroqsiz bo'lgan sovet davrida qurilgan asfaltlarni hanuzgacha tekislash emas, yamash bilan ovora bo'lmoqda. Mana hozir kelyapman ko'cha nargi yuzidagi yo'nalishga. Mana shu asfalt kecha yaqinda qilindi mana. Hozirgi ahvoli mana. Bundan ham chuqur qilingan. Mana Astana shahrida qanday e'tibor berilyapti. Bu Astana shahrining o'zidagi holat. Qozog'istonning qirlarida ham dajiki asfalt qilingan. Agarki kimki ko'rgan bo'lsa, ko'rmagan bo'lsa ko'rsating desangizlar, men ko'rsatib yuboraman. Video syomka qilib. Mana shunday ish olib borish qiyinmi biz ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida? Nimaga va nima uchun? Endi men buni yomonlash, yaxshilash maqsadida emas. Men aytmoqchimanki, poytaxtimizda hech bo'lmasa ko'chalar keng va chiroyli, tekis bo'lishi kerak-ku. Bunga mas'ul boshqarmalar umuman to'g'ri yondashmaydi. Hurmatli yurtboshimiz janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, ushbu videoni bejizga amalga oshirmayapman Astana shahridan turib. Men oddiy bir videoni ko'rsatib, mana shu orqali juda katta narsalarni ko'rsatib beryapman, agar tushunsangiz. Sizning nazoratingizda, sizning davringizda, sizning qo'l ostingizdagilar mana shunday ish olib borishlari. Buni qanday baholaysiz? Men sizlarni o'zingizga qo'yib beryapman. Men baholash yoki kimdir yaxshilash, yomonlash niyatim yo'q. Mana shu ahvol. Lekin bu poytaxt deganda chiroyli ko'chalar, chiroyli mana shunaqa imoratlar bo'lish kerak emasmi? 98-yil Almaty shahridan mana shu yerga ko'chib kelgan Qozog'iston poytaxti, mana Astana shahrining ahvolini qarang. Qanaqa chiroyli ahvolga keltirilgan. Bu bir chetini o'zi bu. Bu bir chekkasini o'zi bu. Mayli, videom shu yerda tugataman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ona vatan O'zbekiston Respublikasining ravnaqi va kelajagi va gullab-yashnashi uchun, obod bo'lishi uchun konstitutsiyaviy huquqlarimiz, moliyaviy ahvolimiz, hayotiy, oilaviy, umuman har tomonlama sharoitlarimiz, imkoniyatlarimiz yaxshi bo'lishini Allohdan so'rab, Allohga tavakkal qildim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Odamning naqliga aqli bahodir, vujudiga, ko'ngliga sevgi dahodir, hayotda yashashga juftlik bahodir, jamiki inson uchun hayot havodir. She'r yozsam ham deyolmayman, she'riyatning dahosiman, ammo sira armonim yo'q, men yorimning
tanhosiman. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlat, qonunlarni buzmagan holda. Sog'liq hayotdagi barcha ne'matlardan ko'ra ustunroq. Sog'lom tilanchi kasalmand qiroldan ko'ra baxtliroq. Kimki bir marta ishonchdan qolsa, unga qaytib hech qachon ishonmaydilar. Boylik dengiz suviga o'xshaydi. Qancha ko'p ichsak, tashnalik shuncha ortadi. Shon shuhrat ham shunday. Narsalarning qadrini bilish uchun avval ularni yo'qotishimiz kerak. Biz boshqa insonlarga o'xshash uchun o'zimizning 4 dan 3 qismimizdan voz kechamiz. Yoshlar ko'zi bilan qarasak, hayot bitmas tuganmas kelajak. Qariyalar ko'zi bilan qarasak, hayot bu qisqagina o'tmish. Kitob o'qish bu o'zining boshing o'rniga birovning boshi bilan fikrlash demakdir. Hayotimizning birinchi 40 yilligi kitobning o'zi bo'lsa, keyingi 30 yillik bu kitobga yozilgan sharhlardir. Aqlli insonlar yolg'izlik qidirishmaydi. Ular shunchaki ahmoqlar davrasidan qochishni istashadi xolos. Oddiy insonlar kamdan kam vaziyatlarda o'z vaqtini qanday sarflash haqida bosh qotirib turadi. Haqiqiy iqtidorli kishi esa bu vaqtdan foydalanib qolishga harakat qiladi. Har qanday inson ham faqat yolg'iz qolgan chog'dagina asl qiyofasini ko'rsatishi mumkin. Uylanish bu huquqlarni 2 barobar kamaytirib, mas'uliyatlaringni 2 barobarga ko'paytirish demakdir. Miyang ichida sukunat bo'lishi unda muhokama bo'lishidan ko'ra yaxshiroq. Intellekti yuqori bo'lgan odamlar jamiyat bilan aloqaga kirishishda muammolarga uchraydi. Hayvonlarga bo'lgan muhabbat va kishi xarakteridagi mehribonlik shunchalik bir-biriga yaqinki, hayvonlarga shafqatsiz muomalada bo'ladigan kishini bemalol mehribon inson emas deb aytishimiz mumkin. Insonlarga zavq bag'ishlaydigan yuzlab narsalar katta aql sohiblari uchun zerikarli bo'lishi mumkin. Hazil hissi insonlardagi yagona ilohiy qudratdir. San'at asariga shahzodalar kabi munosabatda bo'lish lozim. Avval uning so'zlashiga qo'yib bering. Ilk bora tanishgan insoningiz to'g'risida juda ham yaxshi fikr shakllantirmaslikka harakat qiling. Aks holda juda ko'p vaziyatlarda yakunda hafsalangiz pir bo'lishi mumkin. E'tiborsizlik bilan yozadigan kishi yozuvlarining boshidanoq o'zining fikrlari haqida unchalik ham qayg'urmasligini ifodalayotgan bo'ladi. Taqdir kartalarini tarqatadi. Biz esa o'ynaymiz. 5-6 ta g'azablangan qo'chqor to'planib olib, taniqli bir kishini qanday qilib qiynaganligi haqidagi voqeani eshitsak, odamlarning fikrini baland baholash orqali ularga qanchalik hurmat ko'rsatayotganligimiz ma'lum bo'ladi. Aqlsiz inson uchun boshqalarning aqli ko'rinmasdir. Barcha umidlarini yo'qotgan inson jamiki qo'rquvlaridan ham xalos bo'lgan bo'ladi. Ahmoq lazzat izlaydi va dilxiralikka duch keladi. Dono inson bo'lsa faqatgina qayg'udan saqlanishga harakat qiladi. Kamdan kam hollarda nimalarga ega ekanligimiz haqida o'ylaymiz, ammo doim o'zimizda yo'q narsalar haqida qayg'uramiz. Deyarli barcha dard va alamlarimiz boshqalar bilan o'rnatgan munosabatlarimizdan kelib chiqadi. Dunyodagi juda ko'plab buyuk insonlar faqatgina o'limidan so'nggina insonlar e'tirofiga tushadi. Qobiliyatli kishi boshqa hech kim yetolmaydigan manzilga yetadi. Daho esa boshqa hech kim ko'rolmagan manzilga. Hamdardlik axloqning asosidir. Baxt bu lazzatli onlarning tez-tez takrorlanib turishidir. Ahmoqlar uchun kitob yozadiganlarning har doim katta auditoriya to'play olishiga ishonchlari komil bo'ladi. Kishi odatiy bo'lmagan narsalar haqida gapirish uchun odatiy so'zlardan foydalanish kerak. Kishi nimani istasa shuni amalga oshira oladi, ammo u aynan nimani istashini hal qila olmaydi. O'z ichingdan baxt topish mushkul, ammo baxtni boshqa yerdan topish umuman ilojsiz ish. E'tiqod hayvonlarni qo'lga o'rgatish san'atining buyuk namunasi deyishimiz mumkin. U insonlarni qanday fikrlashga o'rgatadi. Buyuk insonlar burgutga o'xshaydi. Ular o'z qo'noqlarini yuksaklikdagi kimsasiz bir makonda qurishadi.
Baxtimizning 10dan 9 qismi sog'lig'imizga bog'liq. Odamlar soat mexanizmiga o'xshaydi. Ular nima uchun ekanligini bilmasdan turib, doim harakatdalar. Hech kim haligacha ko'rmagan narsani ko'rish muammo emas, ammo hamma ko'rib turib, bu haqida biron marta fikrlamagan narsani topish ancha mushkul. Hech qaysi atirgul tikonsiz o'smaydi, ammo hech qanday atirguli bo'lmagan tikonlar talay. Umid bu biron narsaga bo'lgan xohish, intilish va u narsani egallash ehtimolini chalkashtirib yuborish natijasida tug'iladi. Hayotimiz bu hech bir sababsiz kishini bezovta qiladigan epizod. Bu epizod esa keng yastanib yotgan yo'qlik ummonining tarkibidagi kichik bir vaqt. Hammaning o'z haqiqati bo'lgandek, haqmi nohaqmi o'z haqiqatini talab qiladi. Lekin men kabi xo'rlangan tuhmat bilan jazolangan mazlumlar chin haqiqatni talab qiladi. Ruhiy kasal emasman, quloq sol do'stim. Adolat yo'lida mag'lub bo'lganman. Haqiqatni gapirdim diktafon bilan. Chin so'zlarim bekorga ketdilar zoya. Odatda o'g'ri odam diktafon yoqmaydi. Albatta o'ziga to'g'ri odam diktafon yoqib, bor haqiqatni eshitira oladi, tushuntirib bera oladi, eshitib, aytib bera oladi. Bu bor haqiqat. Buni boshqa yo'li yo'q. Qonunlar ishlamasligi adolatsiz va nohaqlik vaziyatlarini uyg'otadi. Hayotda yozilmagan kitob ko'proq rol o'ynaydi. Yozilgan kitob esa kitobda qolib ketaveradi. Chin haqiqat achchiq va og'ir. Hurmatli jigarlar, esingizdan chiqarmang. Onangiz boshqa sizga aka, uka, opa, singil tug'ib bermaydi. Mana shuni esdan chiqarmaslik kerak. Kim qarindoshi bilan silay rahimni ussa, yerni teshib yuboradigan darajada ibodat qilsin, sajda qilsin. Dunyoni o'zgartirib yuboradigan darajada ilm olsin. Butun yer yuzini, yetimlarini boshini silasin. Anovi jigari bilan uzgan orasini uzganligi uchun birortasiga savob olmaydi. Hurmatli ayol, er kishiga teng kelsangiz, erkak kishiga teng keldingiz. O'z haqiqatingizni ustun qo'ydingiz, tabriklayman. Siz yutdingiz. Lekin munosabatlarda yutqazdingiz. Ana endi o'z haqiqatingiz bilan baxtli bo'ling. Goho tashvishlardan namlansa ko'zim, og'riqdan susayib, past kelsa so'zim, meni ming dardlarda qoldirma o'zim. O'zingga kel dema, o'zimga kel de. Bilasizmi, yaqinda qizim telefon qildi. Hayajonda turmush o'rtog'i bilan kelishmay qolgan. Indamasdan eshitdim. Oxirida gaping tugadimi dedim. Ha dedi. Bo'pti, kechroq gaplasharmiz, band edim dedim. Trubkani qo'yib qo'ydim. Yarim soatdan keyin telefon qildi. "Mam, hammasi yaxshi, xavotir olmang, kelishib oldik" dedi. Bilasizmi? Buvim doim aytishardi. Er-xotin urushi doka ro'molni qurishi, ya'ni yarashishlari uzoqqa bormaydi. Shu paytda faqat bitta narsani eslataman qizimga. Bu insonsiz yashay olasanmi? Agar javobing ha bo'lsa, ikkinchi savolimga javob ber. Bu insonni yonida boshqa insonni tasavvur qila olasanmi? Shundan keyin hammasi joyiga tushadi. Turmushga bergan qizlaringiz bilan muomala qilganda bitta narsani unutmang. Biz ayollar doim hissiyotlarimiz bilan yuramiz. Shu sabab siz qizingiz sizga o'zini muammosini gapirayotganda kuyovingizni ko'zingiz oldingizga keltiring va indamasdan quloq soling. Kelishib olishadi.